Odam alayhissalom yaratilgandan tortib ta bugun qadar insoniyat nurg'unlagan hodisalarga, ofatlarga shohid bo'ldi. Lekin insoniyat tarixidagi eng chong hodisa Masih Dajjalning o'ttirg'i chiqishi bo'ladi. Peygamberimiz Muhammed aleyhisselam hadisda "Ma bayna xalqi Adam ila qiyamis sa'a amrun akbaru min ad-dajjal." Odam yaratilgandan tortib qiyomat bo'lgan qadar orliqda Dajjalning o'tirg'i chiqishidan cho'ng bir ish, cho'ng bir hodisa bo'lmaydi deydi. Demak, Masih Dajjalning o'tirg'i chiqishi insoniyat tarixidagi eng cho'ng hodisa. Musulmonlarga nisbatan eng cho'ng imtihon, eng cho'ng sinov. Shuning uchun Peygamberimiz Muhammed aleyhisselam her qatim xutba so'zlasa, musulmonlarni Masih Dajjalning fitnasidan ogohlantiradi. Shundaqla Peygamberimiz Muhammed aleyhisselam her daim Masih Dajjalning fitnasidan Allohga sig'inib panohlik tilaydi. Peygamberimiz Muhammed aleyhisselamla emas, bütün peygamberlar o'zining qavmini Masih Dajjalning fitnasidan ogohlantirgan. Peygamberimiz Muhammed aleyhisselam hadisda o'zining ummatini Dajjalning fitnasidan ogohlantirmagan birmi peygamber yo'q. Hatta Peygamberimiz Muhammed aleyhisselam vafotining oldidagi eng oxirgi nutqi bo'lgan vidolish nutqida Dajjaldan alohida ogohlantirgan va Dajjalga aldanmaslik haqida sahobalarga nihoyat kuchli tavsiyalarni qilgan. Undaqda bütün peygamberlar o'zining ummatini ogohlantirgan. Peygamberimiz Muhammed aleyhisselam her xutbasida sahobalarni ogohlantirgan. Shundaqla o'zi sig'inib Allohdan panohlik tilagan bu Masih Dajjal zodi kim? U nereden chiqadi? Peygamberimiz Muhammed aleyhisselam bizni shuncha ogohlantirgudek, u bizni qandoq ishlar bilan ozdiradi? Masih Dajjal qiyomat yaqinlashgan vaqtida chiqadigan qiyomatning cho'ng alomatlarining ikkinchisi. Masih degan gap qarg'u degan ma'noda. Dajjal degan gap kazzab, ya'ni yolg'onchi degan ma'noda. Masih Dajjal bo'lsa qarg'u kazzab yoki yakchashma yolg'onchi degan ma'noni bildiradi. Chunki Masih Dajjal ko'zi yakchashma, ya'ni qarg'u. Shundaqli u yolg'onchi, ya'ni o'zini kishilarga iloh deb tuntadi. Shuning uchun u Masih Dajjal, yakchashma kazzab deb atalgan. Masih Dajjal bizga o'xshash inson. U burun yaratilgan. Lekin Alloh taolo uni insoniyatdan olisholmaydigan bir ayrim bir o'rinda kishilarning orasiga chiqishni cheklab qo'ygan. Qiyomat yaqinlashgan vaqtida ikkinchi bo'lib o'tirg'i chiqadigani Masih Dajjal bo'ladi. Ya'ni Alloh taolo qiyomat yaqinlashgan vaqtida uningga chiqishga ruxsat qiladi. Uning shakli bo'lsa hadisda bayon qilinishicha, sochlari quyuq bidir, so'l ko'zi qarg'u, xuddi uzumdek pultiyib chiqqan, bo'yi pakar, puti chimoq, uning bolasi bo'lmaydi. Peshonasining o'tirisiga kafara degan bu harf uzuk shaklda yozilgan. Bu xatni har bir savodliq va savodsiz musulmon o'qiy oladi. Hadisda naql qilinishicha, Masih Dajjal Sham rayonlari bilan Iroqning o'tirisiga ma'lum bir joydan chiqadi. U Mahdi alayhissalom Makkadan chiqib, Arab orollarining hammasini ozod qilib, Istanbulni ozod qilib, Sham diyoriga kirgili qopgan vaqtida, ya'ni Mahdi alayhissalom kelib 6-yili bo'lgan vaqtida Sham bilan Iroqning o'tirisidagi ma'lum bir joydan chiqadi. Masih Dajjal bugungi kunimizda eng yuqori fan texnikumi maydonga keltirilmagan ajoyib ishlar bilan keladi. Ya'ni u o'likni tirildirib oladi. Xoliga vaqti yomg'ir yog'dira oladi, xoliga vaqt to'xtata oladi. Davlatlar aro, qit'alar aro shamol tezligida mang'alaydi. Ya'ni Alloh taolo bizni imtihon qilish uchun uning shunday iqtidorni bergan. Masih Dajjal o'tirg'i chiqqan tunji kunisi nihoyat uzun bo'ladi. U tunji kunisi xuddi 1 yilga o'xshash bo'ladi. Uningdan keyingi kunisi 1 oyga o'xshash bo'ladi. Uningdan keyingi kunisi 1 haftaga o'xshash bo'ladi. Uningdan keyingi kunlari bugun kunimizga o'xshash bo'ladi. Ya'ni 24 soat bo'ladi. Sahobalar bu xabarni anglagandan keyin Peygamberimiz Muhammed aleyhissalomdan: "Ey Rasululloh, u vaqtda namozni qanday qilamiz? Ya'ni bir kunning namozi shu uzun kunga kifoya qilamdi?" deb so'raydi. Peygamberimiz Muhammed aleyhissalom: "La valakin quduru la." Ya kifoya qilmaydi, lekin uni o'lchab o'qiysizlar. Ya'ni 1 yilga o'xshash bo'lgan bo'lsa, shu kunni 24 soatga hisoblab, normal kunda qancha soatda bir namoz o'qilsa, shu bo'yicha hisoblab o'qiysizlar deydi. Ya'ni u kunda, ya'ni kun uzun bo'lgan kunda 5 vaqt namozning oraliqidagi vaqtni hisoblab, shu bo'yicha o'qiymiz. Dajjal kishilarni Allohni inkor qilib, o'zini iloh deb tunishga chaqiradi. Bir qism musulmonlar uning odamni hang-tang qildirgudek iqtidorlarini ko'rgan bo'lsa-mu, Peygamberimiz Muhammed aleyhissalomning uning haqidagi ogohlantirishni isiga elib, uni inkor qiladi, uning so'ziga ishonmaydi. Dajjal ularni yuz o'raydi. Dajjal yuz o'rgan kishilarning hammasining ziroatlari qurib ketadi. Pul mollarining hammasi ziyon tortib, bir-birlab qo'ldan chiqib ketadi. Tug'an siri nomrashib ketadi. Ishlari keyniga dassaydi. Buni ko'rgan yana bir qism musulmonlar Dajjalning so'ziga ishonadi, uni iloh deb tunuydi. Bu musulmonlarning ziroatlari o'xshab ketadi. Pul mollari ko'payib ketadi. Qilgan tijoratlarda foyda oladi, beyib ketadi. Ya'ni Dajjalni inkor qilgan odam bilan Dajjalga ishongan odamning o'rtasida nihoyat ro'shan farq bo'ladi.
Hatto Masih Dajjal harobiylik kelib, "Akhriji kunuzak, men butun boyliqni chiqa" deb xitob qiladi. Bu vaqtda fatattabi'uhu kunuzuha kayu'asibu nahl. Uningga xuddi hasal harlab podshosining atrofiga o'lashgandek harobiylikdagi asorati qila qimmatli boyliqlarning hammasi atrofiga to'plashadi. O'ylab baqing, modda, pul, mol dunyo hamma narsaning oldiga o'tib bugungi kunimizda agar Dajjalning bu fitnasiga duch kelsak, bu imtihondan o'ta olamdiq. Uning keyindan manganlar, uning gapini to'g'ri deganlar, uningga ishonganlar beyib kelsa, kuchlanib kelsa, hashamatlik yashab kelsa, isil mashinlarni haydab kelsa, biz uningga ishonmaganligimiz uchun, uni inkor qilganligimiz uchun pul mollarimizni ayrilib kelsak, qilgan tijoratlarimizni ziyon tortsak, turmush sevimiz to'g'on surib tushib kelsa, normallashib kelsa, bu vaqtda iymonimizni tarvimay, buningga sabr qilib iymonimizni mustahkam tura olamdiq. Afsus, Dajjal emas, bugungi kunimizda qisman kofirlarning fan texnikada oldiga chiqib ketganligi, mol dunyoda hashamatlik yashaganlik qarab o'zimizning iymonini tarvinib qolamiz. O'zimizning mangan yo'lda shakllanib qolamiz. Ajaba biz xato yo'ldami degan savollar xiyolimizga keladi. Butun xarobiyliklardagi boyliqni atrofiga to'plab olgan Dajjal emas, ozroq pul topgan boyni ko'rsak, xushomad qilib qiliq topolmay qolamiz. Hatto ularning oldida ba'zi prinsiplarimizdan tushib birimiz. Ozroq moddiy manfaat deb iymonimizni keyniga chekinamiz. Deydigan gapni deyishdan qo'rqamiz. Bundaq ruhimiz och, iymonimiz ojiz, qalbimizni dunyo so'ygisi chirmolgan vaqtda Alloh taolo bizni Dajjalning fitnasiga uchrab qolishdan saqlasin. Chunki hozirgi holatimizda Dajjalning favqulodda iqtidorini, uning qo'lidagi mol dunyoni, uningga ergashgan kishilarning taraqqiy qilib ketganligini, pul topganligini ko'rgan vaqtimizda ahvolimiz qandoq bo'ladi? Iymonimizni mustahkam tura olamdik? Buni faqat Alloh biladi. Dajjalga faqat moddiy boyliqlar emas, uningga favqulodda alohida iqtidorlarni beriladi. Masalan, u bir o'likni tirildirib oladi. Ya'ni Alloh taolo uningga shunday iqtidorni beradi. Dajjal bu iqtidori bilan o'zini inkor qilgan kishilarning qashiga kelib, agar men sizlarga o'lib ketgan ota-onanglarni tirildirib bersam, menga ishonamsizlar deydi. Nurg'un kishilar agar ota-onamizni tirildirib bersang, senga ishonamaymiz deydi. Bu vaqt shayton u odamning ota-onasining surdida uning qashiga keladi va uningga "Balam, uningga ishongin, u sening ilohing" deydi. Nurg'un kishilar Dajjalning bu fitnasi oldida iymondan voz kechadi, Dajjalni iloh deb tunaydi. Shuning uchun payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom Dajjalning fitnasini musulmonlarning beshiga keladigan eng cho'ng imtihon, eng cho'ng musibat, eng cho'ng hodisa deb sifatlagan. Shundaqla uningdan ogohlantirib, Dajjal yakchashmidir, sizlarning Robbinglar undaq emas, ya'ni yakchashma emas degan. Shuning uchun payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomning Dajjal haqidagi hadislarni bilgan musulmonlar Dajjalning o iqtidorlarini ko'rgan vaqtida uningga ishonmaydi, uni inkor qiladi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom Dajjal haqidagi hadislarni anglagan musulmonning oldiga Dajjal kelib, uni o'ltirib, tildirib, "Endi menga ishonamsa, men sening Robbing" deydi. Bu vaqtda heliqi musulmon payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomning Dajjaldan ogohlantirganligini esiga elib, "Bu qilganlaring mening iymonimni texmi oshirdi, sening Dajjal ekanligingni, sening iloh emas ekanligingni texmi ko'paytdi" deydi. Chunki bu musulmon payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomning Dajjal haqidagi hadislarni anglagan, xuddi hadisda deyilgandek Dajjalning fitnasini ko'rgandan keyin payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomning haqiqiy payg'ambar ekanligini texmi tunib yetgan. Shuning uchun u musulmon, ya'ni Dajjal haqidagi hadislarni anglagan musulmon Dajjalni ko'rsa, iymoni texmi oshadi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom bizni ogohlantirgan, bizni eskartgan Dajjal mush ekan. Garchi uning qoshida qancha boylik bo'lsa-mu, qancha iqtidori bo'lsa-mu, o'likni tirildiralsa-mu, u iloh emas, bu bir yolg'onchi Dajjal deb texmi iymoni mustahkam bo'ladi. Shuning uchun payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom har xutbalarida sahobalarga Dajjalning fitnasini, uning sifatini, shaklini va uning qo'lidan keladigan ishlarni sahobalarga so'zlab bergan. Dajjalning eng ko'p ergashuvchilari Yahudilar va yaypon yuzli kishilar bo'ladi. Yaypon yuzli kishilarni bir qism olimlar Xitoylar deb qaraydi. Dajjalga Yahudilarning ko'p ergashishining sababi Yahudilarning Talmudlarida Dajjal qutqazuvchi sifatida sifatlandi. Shuning uchun Dajjal kelgan vaqtida Yahudilar uni qutqazuvchi deb qarab uningga ergashadi. Shundaqla Dajjalga erlardan ayollar ko'proq ergashadi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom hadisda u vaqtda mu'min erlar qizlarini, ayollarini, onalarini Dajjalga ergashib ketishidan ansirab bog'lab qo'yadi deydi. Dajjalning yurishi shamol tezligida bo'lib, qit'alar aro, davlatlar aro kezib, ilohlik davosini qiladi. Ammo Dajjal Makka Madinaga kirmaydi. Chunki Alloh taolo Makka Madinaga Dajjalni to'sib qoladigan qo'g'duvchi farishtalarni qo'yadi. Bu vaqtda Mahdi alayhissalom musulmonlar qo'shini bilan Sham rayonida bo'lib, Masih Dajjal qarshi urush qilish uchun nihoyat zo'r qo'shin to'playdi. Mahdi alayhissalom qo'shinni safga tizib namoz o'qishga tayyor bo'lgan vaqtida Dimashqning sharqidagi oq munarga Isa alayhissalomning tushganlik xabari yetib keladi. Mahdi alayhissalom Isa alayhissalomning tushganlik xabarini anglab namozni o'qimay, uning kelishini saqlaydi. Isa alayhissalom ularning qashiga keladi. Mahdi alayhissalom Isa alayhissalomni imom bo'lib namoz o'qib berishga taklif qiladi. Isa alayhissalom "Siz o'qing" deydi.
Bu Mehdi aleyhisselamның İsa aleyhisselamdan ulug' yoki martaba jihati ustun ekanligini ko'rsatmaydi. Aksicha İsa aleyhisselamның Mehdi aleyhisselamni hurmatlaganligini ko'rsatadi. Shunday qilib Mehdi aleyhisselam musulmonlar qo'shuni va İsa aleyhisselamga imom bo'lib namoz o'qiydi. Musulmonlar qo'shuni namoz o'qib bo'lgandan keyin İsa aleyhisselam boshchiligida Masih Dajjalni o'ltirish uchun Qudus taraf qarab yo'lga chiqadi. İsa aleyhisselam musulmonlar qo'shini bilan Qudusga yetib kelgandan keyin Masih Dajjalni 70 ming kishilik qo'shin bilan uchirdi. İsa aleyhisselam Masih Dajjalga qarshig'ila xuddi tuz suvda erigandek Masih Dajjalning badini erishga boshlaydi. Buni ko'rgan Masih Dajjal darhol qochadi. İsa aleyhisselam uning keynidan qo'g'lab Qudusdagi Babulud degan yerga kelgan vaqtda uni tutib oladi va uni o'zining naysi bilan sanjib o'ldiradi. Babulud bugungi kunimizda Isroiliya ishg'oliyati ostidagi Isroiliyaning eng chong harbiy bazasi. Dajjal o'ldirilgandan keyin uning ergashuvchilari har tarafga chiqa boshlaydi. Uning ergashuvchilarining ko'p qismi Yahudiylar. İsa aleyhisselamning qo'shinidagi musulmonlar ularni qo'g'lab birma-bir o'ldiradi. Hatto daraxtning keyniga Dajjalning ergashuvchisi bo'lgan Yahudi yushunib olsa, daraxtdan zuvan kelib, "Ey Abdullah, bu yoqqa kel, keynimda Yahudi bor, uni o'ldir" deydi. Musulmonlar shunday qilib Dajjal va uning ergashuvchisini tüptün yo'qotdi. Ondan keyin uzoq o'tmay Mehdi aleyhisselam vafot topadi. İsa aleyhisselam musulmonlar qo'shiniga boshchilik qilib, yer yuzidagi o'ziga tamsil qilingan butun kiristlarning hammasini chaqib tashlaydi. Kishilarning hammasini islomga da'vat qiladi. Cho'shqularni o'ldiradi. Hech kimdan jizya qabul qilmaydi. Ya'ni İsa aleyhisselamni ko'rgan kishilarning ko'p qismi o'zi ixtiyoriy holda musulmon bo'ladi. Dajjalga ergashmagan Yahudi va xristianlar İsa aleyhisselamga ergashib musulmon bo'ladi. İsa aleyhisselam atrofga yurish qilib, butun kishilarni islomga chaqiradi. Kishilarning ko'p qismi İsa aleyhisselamning chaqirig'iga ovoz qo'shib musulmon bo'ladi. Yer yuzida eng chong kuch İsa aleyhisselam bo'ladi. Bu vaqtdagi hayot koinot yaratilib, yer yuzidagi eng xotirjam, eng huzurli hayot bo'ladi. Shuning uchun payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom tuba li'ishin ba'dal masih. İsa'dan keyingi hayotda yashaganlarga bishorat bo'lsin, xushxabar bo'lsin deydi. Çünkü bu vaqtda hüllig'i nəhayət köp bo'ladi. Ziraatlar nəhayət mol o'xshaydi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom bu vaqtdagi holatni bayon qilib, "Hatta law badarta habbaka ala safa lanabata." Agar sen u vaqtda uruqchini siliq toshning ustiga tiksangmi, unidi, shirning qashni o'ssangmi, shir sana hech qanday ziyon yetkazmaydi. Yilonga dasab solsangmi, yilon seni chaqmaydi. Wala tashah, wala tahasud, wala tabagh. U vaqtda ochko'zlik, hasad qilish, bir-birini yomon ko'rish bo'lmaydi. Demak, İsa alayhissalom davrida hayot mana shunday xotirjam va huzurli bo'ladi. İsa alayhissalom yer yuziga tushgandan keyin 40 yil yashaydi. Ammo İsa alayhissalom vafot bo'lishidan ilgari qiyomatning 3-chi alomati o'tirg'a chiqadi. U bo'lsa-mu Yajuj Majujlar. Undaqda Yajuj Majujlar kim? Ular bizga o'xshash insonmi yoki boshqa maxluqmi? Ular nereden chiqadi? Ularning qanday iqtidori bor? Bu haqida kitobda Alloh qiziqsanglar, diqqatinglar kelarki darsimizda bo'lsin.